Gitler nima uchun yahudiylarni yomon ko'rgan? Uning millatchilik g'oyasi tug'ma edimi yoki hayotida orttirilganmidi? Manbalarga ko'ra, Gitlerning bolalik yillari juda og'ir o'tgan. Uning otasi shafqatsiz edi, doimo qo'lida tayoq yoki kamarni ko'rsatib turgan. Uyda doimo janjal, nochorlik. Mana shundaqangi holatda u barcha aybdorlarni qidirish odatini o'rgangan. Keyinchalik esa xalqni ayblash darajasigacha yetgan. Gitler Linz gimnaziyasida o'qib yurgan davrlarda o'zining sevimli o'qituvchisi Leopold Potsdan Habsburglardan nafratlanish va nemis millatchiligini buyuklik g'oyasini o'rgangan. Yosh Gitler Avstriyaning Vina shahrida yashagan davrda o'sha davrdagi mashhur antisemit Karl Lugerning g'oyasidan ilhomlanadi. Uning g'oyasi shundan iborat ediki, sen dushmanni top, xalq seni qahramonga aylantiradi. Keyinchalik mana shu narsani o'z siyosatida qo'llaydi. Buni esa o'zining Mening Kaf asarida ta'kidlab o'tadi. Bolaligidan rassom bo'lishni orzu qilar edi. Shu tufayli u Vinadagi badiiy akademiyaga 2 bor o'qishga topshiradi va bu imtihonlardan yiqiladi va bunda professorlarni ayblaydi. Keyinchalik esa buning hammasiga yahudiylar aybdor deb o'ylaydi. Gitlerning nafrati tarixdagi eng yirik yolg'onlardan biri edi. Bir insonning sindirilgan bolaligi va mag'lubiyatni qabul qila olmasligi, hokimiyatga chanqoqligi minglab begunoh insonlarning hayotiga zomin bo'ldi. Siz Gitler haqida qanday fikrdasiz? Izohlarda javoblaringizni yozib qoldiring.